Bugunmi? Вообще har kun almashib turamiz. Ha, o qiz kelmagan bugunchalik. Nima qiladi? Qarang, men videoga olyapman-da hozir. O'sha kishini ham topib bering menga. U kelmagan. Ovqat yemayapsan deb urayotganmish, uxlamayapsan deb urayotganmish balam. Bular kim? Bog'chalaringizni ham qarang, tarqataveraman internetga. Uxlamayapti deb uryapti deyapti balam. Ashbal yana bir marta jalva qilsa uryapti deb, lekin kerakli joyga emas, jalva qilaman. Uxlamayapti deb urayotganmish balam. Uxlamayapsan deb, ha. Qo'rqmay ayting, qo'rqma. Qani hech kim urmaydi. Qaysi ustozing uryapti? Qaysi ustozing? Bala bechora qo'rqqandan gapira olmaydi. Men bugun kelyapman. Yo'q, bilmayman. Yemini bu kishi demayapman. Qizlar ham yo'q, Yo'q. Hayır, bugün oğlum emas, o kishi tanamga choq. Bilmayman, tunav kuni ham jalva qildi-da balam. Uxlamayaptimi indamaydi, yotsin mayli, o'zi uxlab qoladi. Bu shunday xarakter bu. Majburlab uxlatib bo'lmaydi. Urmas kerak. Iltimos, tayinlab aytib qo'yinglar, hay. Mayli, bo'pti.